Hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti, Şərq Türkistan Milli Hərəkəti vəkilləri 13 iyul günü Tibet müstəqillik fidailləri bilan birlikdə Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı baş ştabının ətrafında namoyiş ötküzüb, Xitayning Şərq Türkistan və Tibetdəki işğaliyeti, müstəmləkəsi və irqiy qırğınçılığını axırlaşdırışni tələb qıldı. Namoyishda Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Tashqi ishlar və bexatarlik ministri, Şərq Türkistan Milli Hərəkətinin qurğucu rəisi Salih Xudayar axborot e'lon qilib mundaq dedi. Yaxşımısızlar xanımlar və əpəndilər. Ötən həftə arxamızdakı binoning ichida Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının umumiy kengashi irqiy qirg'inchilik, urush jinoyati, etnik tashlash və insoniyatga qarshi jinoyatlarni qo'g'dash və oldini olish mas'uliyati to'g'risida muzokara olib bordi. Vəkillər irqiy qırğınçılıqның oldini olish majburiyatini muzokara qilgan bo'lsa-mu, Xitoyning Sharq Turkiston va Tibetda izchil yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni tilga olmadi. Xitoyning Sharq Turkistonda izchil yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik harakati 23 may kuni 13-yiliga kirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xabarsiz sal qarg'anligini haqliq ko'rsatolmaydi. Uning o'zining inson haqlari ishxonasi 2022 yili Xitoyning Uyg'ur va boshqa turk xalqlarini keng ko'lamda xohlagancha tutqun qilish va kamsitish xarakterli ziyonkashlik qilmishlarini xalqaro jinoyat bo'lib, insoniyatga qarshi jinoyat bo'lishi mumkin deb xulosa chiqargan. Uning mutaxassislari majburiy emgak selish, bolalarni oilasidan majburiy ayirib etish, din va tilga hujum qilish, organ yig'ib olishni hujjatlashtirgan. Bu dalillar Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga bir necha qitim yetib keldi. Amerika və Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı'na a'zo 10 necha davlatning parlamentlari bu jinoyatlarni rasmiy holda irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Biz duch kelgan mag'lubiyat bilmaslik emas, balki jinoyatchi kuchlik bo'lganlikdan qasddan siyosiy jihatdan harakat qilishni rad qilish. Bundan 6 yil ilgari dal mushu oyda Sharq Turkiston surgundi hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni tekshirishni talab qilib arz sundi. 2020-yildan buyon 4 qatim dalil isbot topshirildi. Biz tartiblarga amal qildik va xalqaro qonunga asoslandik. 6 yil o'tgandan keyinmi hech qanday tekshirish boshlanilmadi. Irqiy qirg'inchilik to'xtamay davomlashmoqda. Bu organ Xitoyning Sharq Turkiston va Tibetda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni nazardan saqit qilib, uningga yo'l qo'yish bilan birga irqiy qirg'inchilikning oldini olishni muzokara qilmoqda. Sharq Turkiston masalasi osonlik millat masalasi emas, ichki ishlar masalasi emas. Madaniyat jihatdan o'rinlashtirish masalasi emas. Sharq Turkiston ishg'ol qilingan davlat. Xalqi mustamlika ostidagi millat. 1949-yili yangi e'lon qilingan Xitoy Xalq Jumhuriyati yuqori darajalik rahbarlikka yo'qotilgan keyingi Sharq Turkiston Jumhuriyatiga tajovuz qildi. Hech qanday shartnoma bizning egalik huquqimizni Xitoyga o'tkazib bermadi. Hech qanday bir xalq saylimi Xitoyning hukmronligiga yo'l qo'ymadi. Xalqimizning hur irodasining hech bir ifodasi vatanimiz o'z taqdirini o'zi belgilash huquqimiz va egalik huquqimizdan voz kechtirmadi. Avval Xitoy ishg'oliyati keldi. Undan keyin irqiy qirg'inchilik uning eng oxirgi quroliga aylandi. Bir butun xalqni vayron qilganda o'z taqdirini o'zi belgilaydigan hech qanday millat qolmaydi va zaminini qaytarib oladigan hech qanday xalqni qolmaydi. 1948-yildagi irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish ahdnomasida qo'g'dilgan bir guruhni yo'qotish niyati bilan qilingan irqiy qirg'inchilikqa tava bo'lgan 5 qilmishning ismi tilga olingan. Xitoyning Sharq Turkiston va Tibetdagi harakati bu qilmishlarning hammasini o'z ichiga oladi. U irqiy qirg'inchilik qilish, lager va turmalarda o'ldirish, o'lim jazosi berish, majburiy organ yig'ib olish orqali xalqimizni o'ldirish, qiynash, bosqinchilik, jinsiy parakandachilik, keng ko'lamda qamash va siyosiy jihatda miyni yuvish orqali og'ir jismoniy va ruhiy ziyonlarni keltirib chiqardi. U bizni keng ko'lamda qamash, haq-huquqlarimizdan mahrum qilish, majburiy emgak selish, qul qilish va jamiyat hayotini parchalash orqali bizning yo'qotilishimizni keltirib chiqaradigan turmush sharoitini yaratib berdi. U majburiy tug'mas qilib etish, majburiy bola tushirib etish, tug'ut cheklashdek Qashqar va Xotanda tug'ilish nisbatining 84% ga tuvanishiga sabab bo'lgan siyosatlar orqali tug'ilishning oldini oladi. Shundaqla bolalarimizni majburiy holda Xitoy organlariga yo'tkaydi. 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa turk bolalari oilasidan majburiy ayirib etilib, tili, e'tiqodi va milliy kimligidan mahrum qilingan davlat organlariga o'rinlashtiriladi. Bu 5 qilmishning hammasi bir butun xalqni tashkillik vayron qilish loyihasi.
Birleşken Devletler Teşkilatı aldın elish va jazolash majburiyatini ado qilishdan burun yana qandaq aniqlama talab qiladi? Xitoy hozir bu irqiy qirg'inchilikning keyingi bosqichini qonunlashtirdi. 1-iyul kuni Beijing o'zining Millatlar Ittifoqligi va taraqqiyotini ilgari surish qonunini yo'lga qo'ydi. Bu qonun Xitoy davlati, Xitoy millati, Xitoy kulturi, Xitoy kimligi, Kommunistik partiya va uning ideologiyasi bilan birdaklikni buyuradi. U Xitoy tilini oldingi o'ringa qo'ydi. Davlat tarafidan loyihalangan bir gavdalashishga yetaklaydi. Din, kultur va kimlikning xitoychilashishini kuchaytirdi va bu irqchi, faşist, qirg'inchi qonunga qarshi turgan har qanday odamni, jumladan chet elliklarni jazolash bilan tahdid soladi. Bu qonun Xitoyning mustamlakachilik ishg'oliyati ostida Xitoy bo'lmagan millatlarni yo'qotishni butunlay qonunlashtirishni maqsad qiladi. Mustamlakachilik va irqiy qirg'inchilik davri oxirlashmadi. Xitoy buni qonunlashtiryotdi. O'xshash mustamlakachilik loyihasi Tibetni nishon qildi. Bir qancha kun ilgari Tibet faoliyatchisi Lobga Rangzin Tibet mustaqilligi uchun chaqiriq qilgandan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh shtabining oldida dal bu yerda o'zini ko'ydirib oldi. Hatto Birlashgan Davlatlar Tashkilotining darvozasi oldida bir odamning o'zini ko'ydirib olishimi bu organni Tibetning mustamlakachi bo'yinturqidan qutuldirishiga majburlamagan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining sukutiga qarshi uning o'zining so'zlarini ishlatayli. Asosiy qonunning 1-moddasida bu tashkilotlar orasida maqsad millatlarning barobar huquqi va o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi belgilangan. 1514-numurli qarorda xalqlarni yotlarning bo'ysundirishi, hukmronlik qilish va ekspluatatsiyaga bo'ysundirish asosiy inson haqlarini rad qilish hisoblanadi deb jakarlangan va mustamlakachilikka tezdan xotima berish, shundaqla tez suratda mustaqillik berishni talab qilgan. 2625-numurli qarorda mustamlaka ostidagi zaminning xalqi erkin holda o'z taqdirini o'zi belgilaguncha uning boshqarayotgan davlatdan ayrim va farqli qilishi jazmlashtirilgan. 1541-numurli qarorda har qanday bir qo'shib olish da'vosining xalqning erkin ifodalangan irodasini aks ettirish talab qilingan. 45-130-numurli qarorda o'z taqdirini o'zi belgilashning umumyuzlik amalga oshishi va tez suratda mustaqillik berishni inson haqlarining unumli kapolati va rioya qilinishi bilan bog'lagan. 76 yildan buyon xalqaro jamiyat Sharq Turkistondagi inson haqlarini muzokara qilib, inson haqlarini dafsanda qiladigan ishg'olga qarshi turishni rad qilgan. Bizning asosiy haq-huquqlarimiz ishg'olchi kuchning, qirg'inchi Xitoy davlatining va bizni qo'g'dashning siyosiy jihatdan uyg'un yoki emasligini qaror qiladigan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va xalqaro jamiyatning qo'lida qolgan. Bizning tajribamiz bir asos haqiqatni isbotlaydi. U bo'lsa, mustamlakachilik ishg'oliyati ostida inson haqlari hargizmi kapolatga ega bo'lmaydi. Siyosiy mavjudligini kontrol qilish tartibilangan xalq boshqa hech qanday huquqqa ega bo'la olmaydi. Chunki uning tili, e'tiqodi, oilasi, apparatlari, boyliqlari va yashashi ishg'ol qiluvchiga tabe. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qarorlarida deyilgandek, milliy o'z taqdirini o'zi belgilash va mustaqilligini tez suratda asliga keltirish inson haqlaridan ayrim emas. Ular uning kuzatilishining birdan-bir unumli kapolati. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoyning kuchi mustamlakachiligini oxirlashtirishni mumkin qilmaydi deb da'vo qila olmaydi. Angliya va Fransiya Xavfsizlik kengashining doimiy a'zosi bo'lsa-mu, Aljeriya mustamlakadan qutuldi. Fransiya Aljeriyani qo'shilgan zamin deb atadi, ammo Aljeriya mustaqil bo'ldi. Yangi Kaledoniya va Fransuz Polineziyasi Fransiyaning qarshiligiga qaramay mustamlakadan qutulish kun tartibiga kirdi. Sharq Timor tajovuz va qonunsiz qo'shib olishdan keyin mustaqilligini qaytadan qo'lga oldi. Hech qanday asosiy qonun moddasi, hech qanday xalqaro qonun yoki shartnoma Xitoy uchun istisno qoldirmadi. Hech qanday rad ishg'oliyatni egilik huquqiga aylantirmaydi. Hech qanday vaqtning o'tishi ishg'oliyatni rozmanlikka aylantirmaydi. 2-may kuni Sharq Turkiston surgundi hukumati va Sharq Turkiston milliy uyg'onish harakati Sharq Turkistonning milliy masalasi to'g'risidagi tunji iltimosini mustamlakadan qutulish alohida komitetiga topshirdi. Sharq Turkiston xalqaro mustamlakachilikni yo'qotishda 10 yillik faoliyatida uda 4 qatim chetga qaytildi. Xitoy bo'lsa 1971-yildan buyon mustamlakadan qutuldirish komitetida o'tirdi. Bundaq bo'lganda mustamlakachi davlatning o'zining mustamlakachilik hukmronligiga qarshi deloning qarab chiqilishiga ta'sir ko'rsatishiga yo'l qo'yadi. Hech qanday adolat sistemasi ayblanguvchining o'ziga qarshi deloning mavjud yoki emasligini qaror qilishiga yo'l qo'ymaydi. Bugun biz 4 turli talab qo'ydik.
Birinchisi, davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolash uchun harakat qilish. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasini darhol irqiy qirg'inchilik jinoyati, irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni tekshirishga chaqirish kerak. Hamda qatnashquchi davlatlar javobgarlikqa tortishning har bir yo'lini qo'llash kerak. Irqiy qirg'inchilik ahdnomasi hukumatlardan andisha bildirishni talab qilmaydi. U ularni oldini olish va jazolashga majburlaydi. Ikkinchi, Xitoyning irqiy qirg'inchilik qonuni mexanizmini bekor qilish. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Millatlar Ittifoqligi va Taraqqiyot qonuni deb ataladigan qonunni bekor qilishni talab qilishi kerak. Uni ijro qilayotgan Xitoy katiboshlari va apparatlarga jazo berish. Xalqimizni qul qilish orqali ishlab chiqarilgan barliq tovarlarni cheklash. Xitoyning nupus mustamlikachiligini, majburiy assimilyatsiyasini, davlatlararo bostirishni yoki irqiy qirg'inchilikni kuchaytiradigan har qanday yordam, sheriklik yoki sukutni to'xtatish. Uchinchi, ofatning asosini to'lish. Umumiy majlis Sharq Turkiston va Tibetni ishg'ol qilgan davlatlar deb e'tirof qilishi. Xitoyni boshqaruvchi va ishg'ol qilguvchi kuch deb bekitishi. Sharq Turkiston va Tibetni o'zini o'zi boshqarmaydigan rayonlar sifatida mustamlikachilikdan qutulish alayda komitetining kun tartibiga darhol kirgizish va mustamlika ostidagi davlat va xalqlarga mustaqillik berish to'g'risidagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining xitobnomasini ijro qilishi kerak. To'rtinchi, Sharq Turkiston va Tibet xalqlarining milliy o'z taqdirini o'zi belgilash va mustaqilligimizni tez suratda asliga keltirish haqidagi tavranmas haq-huquqini e'tirof qilish va qulaylashtirish. İltimas qilguvchilarni anglash. 1514 numurli qarorni yo'lga qo'yish. Xitoydan bostirish va mustamlikachilikni to'xtatishni talab qilish. Milliy ozodlik uchun adolatli ko'rishimizni qo'llash. Biz Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan bizga haq-huquq berishni talab qilmaymiz. Bizning huquqimiz bu tashkilotdan, Xitoy Xalq Jumhuriyatidan va Xitoy ishg'olidan ilgari mavjud edi. Biz Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qo'sh o'lchamlarni to'xtatishini, haqqimizni qo'llanishimizni rad qilishni to'xtatishini va Xitoyning xalqaro qonunining ijro qilinmasligini qaror qilishiga yo'l qo'yishni to'xtatishni talab qilamiz. Tarix Xitoyning jinoyatlarini va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining harakatsizlik orqali sherikchilik qilayotganligini xotirlaydi. Tarix Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga yetib borgan va yetib berayotgan inkor qilg'ili bo'lmaydigan dalillarni xotirlaydi. Sharq Turkiston barliq tinchlik va qonuniy mexanizmlar orqali murojaat qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti o'zining shartnomaga bog'liq qonuniy majburiyatlari va prinsiplari bilan Xitoyning kuchi orasida tanlash ichida qolganligini bildiramiz. Biz Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va uning a'zo davlatlarni irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolash uchun qonuniy va axloqiy majburiyatlarini ado qilishiga chaqiramiz. Xitoy ishg'oliyatiga xotima bering. Sharq Turkiston va Tibetni mustamlikadan qutuldiring. Mustaqilligimizni va o'z taqdirimizni o'zimiz belgilash huquqimizni asliga keltiring. Sharq Turkistonga mustaqillik, Tibetga mustaqillik. Rahmat, dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumati 14-iyul kuni mazkur faoliyat bilan aloqador axborot e'lon qilib mundaq dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumati va Sharq Turkiston milliy harakati vakillari 13-iyul dushanba kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh shtabi atrofida Tibet yoshlar qurultiyi va boshqa Tibet faoliyatchilari bilan birlikda namoyish qilib, Xitoyning Sharq Turkiston va Tibetda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik qilmishi, mustamlikachilik ishg'oliyati va vayron qilish, yo'qotish qilmishiga qarshi turishni talab qildi. Bu namoyish o'tgan hafta Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy kengashida irqiy qirg'inchilik qilish, urush jinoyati, etnik tozalash va insoniyatga qarshi jinoyatlarning oldini olish to'g'risidagi munozaradan keyin o'tkazildi. Qatnashuvchilar bu yig'inning Xitoyning Sharq Turkiston va Tibetdagi qilmishlarini hal qilmaganligi uchun tanqid qildi. Bu namoyish Tibet faoliyatchisi Lobga Rangzan 2-iyul kuni Tibet mustaqilligini talab qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh shtabi oldida o'zini ko'ydirib olib qazo qilgandan 11 kun o'tgandan keyin yuz berdi. Uning o'limi Xitoyning Tibetdagi mustamlikachilik hukmronligiga qarshi turishning jiddiyligini namoyon qildi. Namoyishchilar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoyning izchil yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini oxirlashtirish uchun darhol harakat qil. Xitoy Sharq Turkistondan chiqib ket. Xitoy Tibetdan chiqib ket. Biz adolatni talab qilamiz. Sharq Turkistonga mustaqillik, Tibetga mustaqillik degandek shiorlarni yangratdi.
Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri va Sharq Turkiston milliy harakatining rahbari Salih Xudoyor Birlashgan Davlatlar Tashkilotining hujjatlashtirilgan irqiy qirg'inchilik va mustamlaka ishg'oliga qarshi harakat qilishda mag'lub bo'lishi uning asosiy qonundagi mas'uliyatini og'ir mag'lubiyatga uchirdi. O'zining qo'g'dash prinsiplariga xiyonat qiladi. Biz Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va uning a'zo davlatlarni xalqaro jinoiy ishlar sudining tekshirishini qo'llashga, nishonliq jazo yurgizishga, Sharq Turkiston va Tibetni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishga, ularni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining mustamlakachilikdan qutuldirish kun tartibiga kirgizishga va ularning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishini qo'llashga chaqiriq qilamiz dedi. Bu namoyish yana Sharq Turkiston surgundi hukumati va Sharq Turkiston milliy harakatining xalqaro jinoiy ishlar sudiga arz sunib, Xitoy doiralari yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni tekshirishni talab qilganligining 6 yillik xotirasiga to'g'ri keldi. Sharq Turkiston surgundi hukumati va Sharq Turkiston milliy harakati 2020-yildan buyon 4 yurish dalil isbot topshirgan, ammo hech qanday tekshirish boshlatilmagan. Bu guruhlar yana Xitoyning Millatlar ittifoqligi va taraqqiyot qonunini ayblab, uning Sharq Turkiston, Tibet, Janubiy Mongoliya va Xitoy hukmronligidagi boshqa rayonlarda majburiy assimilyatsiya, nupus qurilmasini o'zgartirish, mustamlaka qilish va milliy kimligini yo'qotishni qonunlashtirganligini aytdi. Ular Birlashgan Millatlar Tashkiloti va uning a'zo davlatlarni bu qonunni bekor qilishni, uni ijro qilayotgan katibalar va organlarni jazolashni, Xitoyning davomlashayotgan irqiy qirg'inchiligining oldini olish va jazolash uchun harakat qilishni talab qildi. Ular yana umumiy majlisni Sharq Turkiston va Tibet masalasini Birlashgan Davlatlar Tashkilotining mustamlakachilikdan qutuldirish kun tartibiga kirgizishga va o'z xalqining milliy o'z taqdirini o'zi belgilash, mustaqillikni asliga keltirish huquqini e'tirof qilishga chaqirdi. Bu guruhlar Birlashgan Davlatlar Tashkilotining hozirgi irqiy qirg'inchilik va mustamlakachilik ishg'oliyatiga qarshi turishni rad qilganda o'tmishdagi irqiy qirg'inchiliklarni ishonchlik xotirlay olmaydiganligini aytdi. Tang atmasmi? Hammaga otdi tang, bizlarga otmas ushbu tunlarda. Kun nuri yo'qolgandir ko'zimdan ushbu kunlarda. Siqildim ham bo'g'ildim, chiqmadi jonim aziz tandan. Quloqimga sado keldi, ayrilmayman men sendan. Tenim yurtdur, jinim eldur, oqar suvlar ko'z yoshi. Ağa ini qarindoshdir, g'am kunlarda mungashi. Ulug' erlar pido qilgan bu tuproqqa aziz bashi. Qizil qonga bo'yalgandir bu tog'larning qora tashi. Bu tuproqni sug'argandir shahidlarning aziz qoni. O'lib ketguncha bermaydi tenida bo'lsila joni. Vatan ko'ngildir, ulus bulbul qo'nib o'ynamoqda har shoxda. Cho'g'indaklar uchib ketsa, kulib sayraydi shu chog'da. Umidsiz bo'lma ey xalq, qara baxting echilmasmi? Qara tunlar ketib boshdan, quyosh nuri chechilmasmi? Çalışmaq birla topqaysan murodingni aziz millat. Çalışqanda ko'rarsan ey azizlar obro'y izzat. Abduri Asadullah Shayxzoda. Manba Erkizdi 107-son. 1947-yili 26-noyabr. Uyg'urchaga ag'dirg'uchi Burhan Muhammad. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.